Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2026-yil 2-fevral Andijon Qo'rg'on-tepadagi Abduvohid akamiz siloslarni bugun obzor qilgani keldik. Va yuklashyapti ekan mana. O akalar, assalomu alaykum, o'rminglar. Ana yuklovchi akalarimiz. Aka, bu fura qancha ketyapti-kan? Xudo xolasa Nabijon Surxondaryo Sherobodga ketyapti klientimizga. Nechta tonna ekan aka? 25 tonna yuklayapmiz. Qopi nechta bo'ladi? 1250 ta. Kimga qancha kerak bo'lsa? Kimga qancha kerak bo'lsa kelishaveradi. Mana chiroyli qilib yuklab beryapmiz. Donlarini ko'rsating. Bu nag'allarni qoplanayotgan joylari ham bor. Mana qopdek holatlari. Hurmatli O'ta obunachilar. chiroyli. Hurmatli obunachilar, mana Qopdek holatlarni ko'rsating. qopdek holatlari. U naval tomonda nimalarni ko'rsating tomonlarni. Hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana naval holatlar. Kimga qancha zarur bo'lsa, pastki nomlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa yetkazib beramiz.